Xutba so'zlanayotganda tahiyyatul masjid o'qish hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Xotib munbarga chiqqanda namoz va gap harom degan qarash bor ekan va yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xutba o'qiyotganda bir sahobini 2 rakat namoz o'qishga buyurgan hadis bor ekan. Buning hukmi nima? Malol ko'rmay javob bersizlar. Rahmat. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Abu Qatada radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biringlar masjidga kirsa, o'ltirishdan ilgari 2 rakat namoz o'qisin degan. Barliq olimlarning nazarida masjidga kirganda 2 rakat tahiyyatul masjid namozi o'qishi sunnatdir. Shundaqla jumadan burun masjidda o'ltirganlar nafli namoz o'qishi mustahabdir. Ammo imom juma xutbasiga chiqqanda nafli namoz boshlashi haromdir. Namoz o'qiyotgan bo'lsa, yengilroq o'qiyotib o'ltiradi. Biroq masjidga imom juma namozi uchun xutba so'zlayotgan chog'da kirgan kishi 2 rakat tahiyyatul masjid namozini o'qish masalasida olimlar har xil qarashda bo'lgan. İmam Malikning mashhur qarashida imom juma uchun xutba so'zlayotgan chog'da tahiyyatul masjid o'qish haromdir. Yana bir qarashida joizdir. Hanafi mazhab qarashida imom xutba so'zlayotganda gap so'z qilish, Qur'on tilovat qilish, shundaqla namoz o'qish makruh bo'ladi. İmom Sarxasi imom xutbaga chiqsa, uning chiqishi namozni kesidi. Shunga bu vaqtda namozga turish makruh bo'ladi. Namoz o'qiyotgan bo'lsa, 2 rakat qilibla namozdan bekor bo'lishi lozim. Chunki xutba anglash vojib. Vojibni tashlash, nafli bilan mashg'ul bo'lish joiz bo'lmaydi deydi. Shafi'i va Hanbali mazhablar qarshida imom juma namozi uchun xutba so'zlayotgan chog'da tahiyyatul masjidni chaqqarroq o'qish sunnat. O'qimay o'ltirish makruh. Xutbaning oxirida kirgan bo'lsa, jumaning birinchi rakatini imom bilan birga o'qiy olmaydiganlik uchun tahiyyatul masjidni o'qimaydi. Chunki juma farzdir, tahiyyatul masjid sunnatdir. Farzni tashlab nafli bilan mashg'ul bo'lmaydi. Yuqorqi qarashlarning har birining asoslangan dalillari bor. Masjidga kirgan kishi 2 rakat tahiyyatul masjid namozi o'qishi to'g'risida kelgan hadisni o'qimaydi deb qaraganlar boshqacharoq tushungan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 58-numurliq fatvo.